Bugundan roza tutganlar eshitsin. Nuriddin Hoji domladan xushxabar. Roza tutganlar uchun ikkita katta mukofot. Bugundan roza tutishni niyat qilgan yoki rozador bo'lib yurganlar uchun Nuriddin Hoji domladan bebaho ma'ruza. Alloh taolo roza tutgan bandalari uchun shunday ikkita katta xushxabar tayyorlab qo'yganki, buni eshitgan insonning qalbi quvonchga to'ladi va yanada ko'proq ibodat qilgisi keladi. Videoda bilib olasiz, rozador bandani oxiratda qanday mukofot kutmoqda? Nuriddin Hoji domla aytgan o'sha ikkita xushxabar nimalardan iborat? Rozaning inson ruhiyati va tanasiga foydalari. Duolarimiz qabul bo'lishi uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Videoni oxirigacha ko'ring va bu xushxabarni yaqinlaringizga ham ulashib, savobga sherik bo'ling. Ey insonlar, ulug' muborak oy sizlarga soya solib turibdi. Bu oyda 1000 oydan ko'ra yaxshiroq bir kecha bor. Alloh taolo bu oyni ro'zasini farz qildi. Kechasi bedor bo'lishni nafl qildi. Kim unda biror bir yaxshilik ila Allohga yaqinlik hosil qilsa, xuddi boshqa oylarda farzni ado qilganga o'xshaydi. Kim unda bir farz amalni ado etsa, boshqa oylarda 70 ta farzni ado qilgandek bo'ladi. Bu oy sabr oyidir. Sabrning savobi jannatdir. Bu oy o'zgalarga mehr muruvvat ko'rsatish oyidir. Bu oyda mo'min kishining rizqi ziyodalashadi. Kim biror ro'zadorga iftorlik qilib bersa, bu uning gunohlariga mag'firat va jahannamdan ozod bo'lishiga sabab bo'ladi. Hamda iftorlik qilib berganga ham ro'zadorning ajridan biror narsa kamaytirilmagan holda o'shancha ajr bo'ladi, dedilar Rasulimiz alayhisalom. So'zlari shu yerga yetganda biz deyaptilar, ya'ni o'tirganlardan birlari, ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, har birimiz ro'zadorni taomlantiradigan narsa topa olmaymiz-ku dedik. Rasulimiz alayhisalom so'zlarini davom ettirdilar. Alloh taolo bu savobni ro'zadorga bir yutum sut yo bir dona xurmo yo bir qultum suv bilan iftorlik qilib bergan kishiga ham beradi. Kim ro'zadorini to'ydirsa, gunohlariga kafforat bo'ladi va Alloh taolo uni mening havzimdan sug'oradiki, undan keyin to jannatga kirguniga qadar chanqamaydi. Bu oyning avvali rahmat, o'rtasi mag'firat, oxiri jahannamdan ozod bo'lishdir. Kim Ramazon oyida qo'l ostidagi xizmatchiga yengillik qilsa, Alloh taolo uni mag'firat qiladi va uni do'zaxdan ozod qiladi, dedilar. Imom Bayhaqiy va Ibn Xuzayma rivoyat qildi. Rasulimiz alayhissalomning muborak xutbalarini eshitdik azizlar. Go'yoki o'sha sahobalar safida turgandek eshitdik. Endi bunga amal qilaylik. Roza kirishligi bilan niyatlarimizni yaxshi qilaylik. Nafl ibodatlar boshqa oylardagi farzlar kabi qabul qilinar ekan, farzlar esa 70 savobi ko'proq bo'lar ekan. Bitta farz bajarsak 70 ta farzni savobini olamiz ekan. Ha, iftorlik qilishlik savob ekan, lekin dabdababozlik emas azizlar. Bir qultum suv, bir qultum sut ham iftorlikka o'tar ekan. Ammo buni beriyo dabdababozlikka berilmasdan kambag'al, yetim yesir, beva bechoralarga qilsak edik, bundan da savobimiz ko'proq bo'lar edi. Alloh bu oyni hammamizga barakotli qilsin, bu oyni fazilatidan nasib qilsin. Bu bola Islombek, blogger. U muhtoj oilalarga yordam berib keladi. Ayrim gaplarini tushunmasangiz, o'zim tushuntirib beraman. Bu bolaga Alloh taolodan dardmi? Lekin jigarlar, bu dardni davosi bor ekan jigarlar. Bu bolani Moskvaga olib Hozirda shu bolaning operatsiyasi uchun mablag' to'planmoqda. Jami 300 ming rubl kerak ekan. Ehson pullari 19-martga qadar to'planadi. Sizni bolani ko'rdim, maktablarga boradi. Tadavvur qiling. Sizni bolangiz tilla abuga nima qilarsiz? O'ziga shukur qiling, o'zini zakotini bering. Bu oyda baxillik qilmang. Ramazondagi ehson jannat kaliti. Bu oyda berilgan 1 so'm ehson boshqa vaqtdagi minglab so'mdan afzalroqdir.
Uning aybi nima? Taqdir sinovimi? Yo'q, bu sinov unga emas, aslida bizga, sizu bizning oqibatimizga berilgan sinovdir. Mana shu devorlar tilga kirganda edi. Qancha og'riq va tunlari to'kilgan ko'z yoshlarga guvoh bo'lganini aytib berardi. Murojaat uchun Islombekka aloqaga chiqing. Telegram, WhatsAppdan. Ramazonda biz azizlar ikki shafoatchini qo'lga kiritamiz. Ikki shafoatchi. Kunduz kunlari tutgan ro'zamiz, kechalarida tinglagan Qur'onimiz. Ro'zador Ramazonni ado etib, ikki shafoatchining egasi bo'ladi. Bir oy mobaynida tutgan ro'zasi, kechalarida tinglagan xatmi Qur'oni qiyomatda shafoatchisi bo'ladi. Ikki qo'lidan tutib jannat sari olib kiradigan ikki shafoatchi mana shu Ramazonda topgan ikki do'stimiz bo'ladi. Tutgan ro'zamiz, tinglagan Qur'onimiz azizlar. Payg'ambarimiz alayhissalom boshqa bir hadisda aytadilar: "Lis-saim farhatan." Ro'zador uchun ikkita xursandchilik bor. Birinchisi, inda fitrihi, iftorlik vaqtida xursandchilik. Nega xursand bo'lamiz? Chunki va'damizni ustidan chiqdik-da. Biz tongda bergan va'damizga xilof qilmadik. Bir kunlik ro'zani ado etib, bir kunlik ro'zani ajriga ega bo'lganimizni his qilyapmiz. Shuning uchun shodlanamiz. Ikkinchisi, inda liqo'i robbihi, Robbisiga yo'liqqan vaqtda. Oxiratda dunyoda ro'za tutganligi uchun banda uning mukofoti uchun shodlanadi. Qaysi mukofot? Jannatda bir eshik bor. Uning nomi Rayyon. Undan faqat ro'zadorlar kiradi. Aynas-soimun, aynas-soimun deb nido bo'ladi. Qani ro'zadorlar, ro'zadorlar qani deb turib, jannat eshigida turgan farishtalar nido qiladilar. Bu eshikdan dunyoda ro'za tutganlar kiradi. Undan boshqalar kirmaydi. Azizlar, namoz uchun alohida eshik yo'q. Zakot uchun alohida eshik yo'q. Haj uchun alohida eshik yo'q. Ro'za uchun alohida eshik bor. Shuning uchun bu oydagi ro'zalarga qattiq e'tibor beraylik. Uzrimiz bo'lsa xayr. Sog'ligingiz ko'tarmasa xijolat bo'lmang. İçingizdan xijolat bo'ling Allohdan. Bandasidan xijolat bo'lmang. Sizda uzr bor. Uzringiz bo'lsa, keksa otalarimiz, onalarimiz, surunkali bemorlar bular fidyasini beradi. Lekin vaqtincha kasal bo'lib turganlar ular keyin kuniga kun tutib beradilar. Homilali ayollar kuniga kun tutib beradilar. Vaqtinchalik kasallar, surunkali kasal, keyin ham tutib berish imkoni bo'lmaganlar, yoshi ulug' keksalar, bunday odamlar kuniga fidya beradilar. Ramazon o'xshashi yo'q ibodat. Ramazon o'xshasi yo'q ajr beriladigan ibodat. Bu ibodat bilan biz izzat topamiz, sharaf topamiz. Ham jismonan, ma'nan ulug' bir darajaga erishishimizga Ramazonda biz inshaalloh imkon topamiz. Ramazonda yana nima bor? Ramazonda Qur'oni Karimning xatmonasi bor. Qaysi oyda biz ro'za oyichalik Qur'onga yaqin kelamiz? Qaysi oyda mu'min musulmonlar ro'zachalik, Ramazonning tunlarichalik masjidlarni to'ldiradilar? Ramazonda Qur'on bor. Aynan Qur'oni Karim Ramazon kechalarida nozil bo'lgan. Laylatul Qadr kechasida dunyo osmoniga jumlatan vahida bir jumlada nozil bo'lgan. Laylatul Qadr kechasida to'laligicha dunyo osmoniga nozil bo'lgan. 23 yil mobaynida payg'ambarimiz alayhissalomning qalbi muboraklariga farishta Jabroil alayhissalom olib kelib turdilar. Lekin bir jumlada Ramazonda Qur'oni Karim nozil bo'ldi. Bu oy azizlar Qur'on oyi. Hazrati Umar, ulug' ashob,
Hazrati Ali, Hazrati Umarning tavsiyalari bilan ummat Ubay ibn Ka'bning ketlarida jam bo'lib Qur'onga rag'bat qildilar. Ana o'sha kundan boshlab ummatu Muhammad bu oyni Qur'on bilan ziynatladi. Ulamolarimiz, salaf ulug'larimiz boshqa ilmlarni, fanlarni to'xtatishardi. Hadisni, tafsirni, aqidani Qur'onga rag'bat qilishardi. Imom Zuhriy Ramazon kirsa, bu oy Qur'on qiroatidir deb taom ulashtirardilar. Bu oy Qur'on oyi, Qur'on hadyasi deb hadiyalar tarqatardilar. Abu Hanifa rahmatullohi alayh Ramazon ichida 30 ta, bir rivoyatda 60 ta xatm qilishlari marhamat qilingan. Ibn Hakam aytadi, Imom Malik Ramazon kirsa, hadis o'qish va ilm ahli bilan majlis qurishdan qochardilar. Ya'ni Qur'onga rag'bat qilardilar. Qur'onni xatmini qilardilar. Abdurrazzoq aytadilar, Sufyon Savriy Ramazon kirsa barcha ibodatlarni to'xtatib, Qur'on qiroatiga kirishardilar. Sufyon aytadi, Zubayd Yomi Ramazon kelsa mushaflarni keltirib, ashoblarni to'plardilar. Hammani Qur'onning xatmonasiga targ'ib etardilar. Toshkent kechalari Qur'on bazmiga aylanib ketyapti. Bunaqa fayz, bunaqangi tarovat, bu shukuh hech qayerda yo'q. Mana chetga chiqib keladigan yigitlar hech qayerda yo'q. Boshqa musulmon mamlakatlarda ham katta-katta jomilarda bo'ladi. Ha, bizda hamma masjidlarimizda xatmi Qur'onlar. Ilgari Turkiyadan bizga qorilar kelardi. Keyingi vaqtlarda vodiydan olib keladigan bo'ldik. Hozir mana shu oxirgi 5-6 yil ichida Toshkent shahrida o'zidagi qorilar yetib ortyapti. Hamma masjidda 3 tadan 4 tadan qorilar. Bu oy intizor bo'lib kutiladigan oy-ku azizlar. Shuning uchun bunga e'tibor qilaylik. Yana bir iltimosimiz, iftorliklarda bo'layotgan dabdabalardan ehtiyot bo'lishimiz kerak azizlar. Dabdaba qilamiz, hamma qorni toq boyni chaqiramiz, lekin ikkita eshigimizdan ikkita narida qanaqa uni dasturxonida, iftorligida, saharligida hamma narsa bormi? Imkoniyati bor yigitlar oziq-ovqatlar tarqatishyapti. Mana kecha ham tarqatishdi. Hamma masallig'i bilan kerakli ovqat masalliqlarni tarqatishyapti. Mahalla kuyda shu imkoni bor yigitlar shunaqa tarqatinglar. Kam ta'minlangan, bola chaqasi ko'p, ota-onasi imkoniyati yo'q. Mana shunday ishlar qilishimiz kerak. Bu oyda hech bir o'ksik qalb qolmasligi kerak. Hammani dasturxonida, saharlik, iftorlikda bola chaqasi xursand bo'lib o'tirish kerak azizlar. Azizlar, hammalarimiz umidvormiz. Duoga xaridor bo'linglar. Duoga e'tiborli bo'linglar. Peshin asrlarda shu salomni beradi, mana ko'ring. O'rnidan turib yugurib chiqib ketadi. 40 ta mu'min jam bo'lib qo'lini ochib duo qilsa, Alloh ijobat qiladi. Abdurrahman ibn Avfdan ko'ra boy sahobiy bo'lmagan. Dunyo tarixi bunaqa boy odamni ko'rmagan. Bugun sirat ulamolari u kishini sarmoyalarini 528 milliard hisoblashgan. Bu ishingizni barakasi nima deganda Rasulullohning duolarining barakotidan debdilar. Duoni barakotidan men bir toshni ushlasam, xayol kela boshladi. Shu tosh tilloga aylanib qolsa kerak degan. Duo ishimga shunaqa baraka berib yubordi. Menda hech narsa yo'q. Faqat duoni barakoti bilan degan ekanlar. Toshni ushlasam, tilloga aylanib qolsa kerak. Shu darajada menga Alloh barakot berib yubordi Rasulullohning barakotidan duolarini. Alloh molingga barakot bersin deb duo qilgan ekanlar. İçimizde duosi ijobat bo'ladigan, Allohga yaqin, Allohning do'stlari bor. Duoga xaridor bo'linglar, akalar.
ota-onaning duosi, ustozning duosi, zaif, nochorlarning duosi, ko'pchilik yig'ilgan jamoaning duosi, duo qilaylik. Amin. Parvardigor, duolarimizni qabul et. Ko'targan qo'llarimizni quruq qaytarma. Sen bizga berganing bilan sening mulking, azamating kamaymaydi, Parvardigor. Sendan ko'p narsani so'ramaymiz. Faqat sendan sobit iymonni so'raymiz. O'zingga bo'lgan muhabbatni so'raymiz va bu muhabbatning badaliga sening ham muhabbatingni so'raymiz. Rasulullohga bo'lgan muhabbatni so'raymiz. Parvardigor, bu oyda qiladigan ibodatlarimizni qabul et. Duolarimizni ijobat ayla. Ramazonga qadar insonmiz, bandangmiz, qulingmiz. Gunoh qildik, xato qildik, isyon qildik, tug'yonga bordik. Parvardigor, o'zing kechirgin. Bilib bilmasdan qilgan xatolarimizni mag'firat ayla. Ota-onalarimizni gunohlarini kechirgin. Bizlarni deb xatokor bo'lgan, ibodatlarda kamchiliklarga yo'l qo'ygan otamizni, onamizni jannat ahlidan qilgin. O'tgan bo'lsalar rahmat aylagin, hayot bo'lsalar umr bergin, iymon bergin. Kasbi korda, ishda, mehnatda yurgan yigitlarimizning ishlariga barakot bergin. Bu tabarruk yurt, ulug' zamin, allomalar yurti bo'lmuş jonajon vatanimizga Parvardigor yaxshiligingni, nuring, barakotingni yog'dirgin. Xalqimizni iymoni, e'tiqodini, ma'rifatini ziyoda qilgin. Bo'layotgan yaxshiliklarni Parvardigor qabul etgin. Bundan da yaxshiliklar, fayzi barakot xalqimizni boshida saodatli damlarni ko'paytirib bergin. Parvardigor, xonadonlarimizni nuring, rahmating bilan ziynatlagin. Qalbimizni poklagin, vujudimizni poklagin. Ramazondan, onadan yangi tug'ilgandek gunohlarimizdan forig' bo'lib, oy yuzli mo'minlar bo'lib chiqishligimizni barchamizga nasib et. Azizlar, barchalarning qadamiylarga hasanot, umriylar ziyoda bo'lsin. Allohumma solli ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arham.